Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana biz Manchester City tarkibiga o'tgan akkauntimizda Silvani fol qilishni boshlab olamiz. Xo'sh, Bernardo Silva bizda 30 ta fitness bor va birinchisi tezlanishga tushdi, ikkinchisi ham tezlanishga tushmoqda. Uchinchisi tezligiga, to'rtinchisi kuch darajasiga tushdi, beshinchisi ham tezligiga, oltinchisi tezligiga tushmoqda. Va yana tezligiga 73 bo'ldi tezlik 74 holatiga yetdi. Va tezlanish ham 89 bo'ldi. Va tezlanish 90. Stara darajasi 13 bo'ldi. Tezlanish 91. Tezlanish 92. Stara darajasi 97. Va tezlanish darajasi 93. Stara darajasi 64 bo'ldi. Tezlanish darajasi 94 va stara darajasi 91 holatiga yetdi. Va stara yana 65. Stara darajasi 92. Stara 93 holatiga yetdi. Va bitta texnika bosilib ketdi va kontroliga tushdi. Bu yaxshi. Tezlanish 95 holatiga yetdi. Va break horse bermoqda bizda. Va stara darajasi ham 95 bo'lib ketdi. 2 daraja qo'shildi. Xo'p, tezlik 75, tezlanish 96 holatiga yetdi. Yana bir kuchaytirishdan so'ng stara darajasi ham 66, stara darajasi 67, speed 76, AKK 97 holatiga yetmoqda. Va yana break horse va AKK 99. Unga ham 2 daraja qo'shilmoqda. Super kuchaytirishlar bo'lmoqda hozircha. Tezligi 77 holatiga yetdi. Va stara darajasi 96. Yana break horse. Yo'q, bu safar 2 daraja qo'shilmadi, 1 daraja qo'shildi va 97 bo'ldi tezlanishi. AKK 100 holatiga yetdi azizlar. Stara darajasi 98. Yana stara darajasiga tushmoqda 99 bo'ldi stara darajasi. Tezligi 78 bo'ldi. Stara darajasi 68. Stara 69 holatiga yetdi. Speed ham 79 bo'ldi. Va tezlanishi yo'q, kuch darajasi 100 holatiga yetdi. Chidamlilik darajasi to'g'rirog'i. Va tezligi 80. Tezlik 81 bo'lmoqda. Stara 70 holatida. Va speed 82 bo'ldi. Speed 83 bo'lib ketyapti. Va speed 84 holatiga yetdi Bernardo Silvaning. Va bizda 33 ta kuchaytirish yig'ildi. Stara darajasiga tushdi bitta bosganimizda. Ikkinchisi tezlikka tushmoqda. Uchinchisi ham tezlikka tushdi. Uchinchi kuchaytirish va bizda yangilik bor. Bu hozir 2408 tanga pulimiz bor. Va mana bu videoni ko'rib olamiz. Videoni ko'rib oldik va yangilik transferga kiramiz. Bizda transferdan mana shu Rodri hamda Ter Stegen chiqqandi. Rodrini sotib olamiz. Chunki u Manchester City futbolchisi. 15-raqamda chiqib keldi Rodri va Ter Stegenga admin bosib yuboramiz.
Silva hamda Rodrini kuchaytirishni boshlab olamiz. Ikkitalik kuchaytirishlardan bossak kerak. Ikkitalik kuchaytirishlar bosmoqdamiz. Birinchisida Silvaning spidi 88 bo'ldi. Va Silvaning spidi 90 holatiga yetdi. Silvaning spidi 92. Juda yaxshi kuchaytirishlar bo'lmoqda. Silva 94 darajaga yetdi tezligi. Rodrining str darajasi 92. Va endi bittalik kuchaytirishlardan bosamiz. Birinchisi Rodriga tushmoqda tezlanishiga 78 tezlanish. Va Silvaning str darajasi 80 reytingga yetdi. 93 bo'ldi. Str esa tezligi 80 bo'ldi Rodrining. Va yana strsiga 94 bo'ldi str darajasi. Va Silvaning str darajasi 81 bo'lib ketmoqda. Silvani endi hujumga qo'yib kuchaytirishlar bosib ko'ramiz. Rodrining tezligiga tushdi. Va yana Silvaning str darajasiga tushmoqda. Rodrining str darajasiga ikkitalik kuchaytirish bossakmikan? Yo'q. Yana bitta fitness bosib ko'ramiz bittaligidan Silvaga. Va yana str darajasiga tushib qoldi Silvani. Va endi ikkitalik kuchaytirish bosib yuboramiz va Silva full bo'lmoqda azizlar. Va spid 96 darajaga erishdi. Azizlar, videolar davomiyligini xohlasangiz like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying.